Tanamiz uchun toza suv zarur bo'lgani kabi bugungi kunda bu texnika ham kundalik hayotimiz uchun katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu shunchaki suv tarqatuvchi qurilma emas, balki qulaylik va salomatlik manbaidir. Bugun siz bilan Volmerning zamonaviy va sifatli VL10BL modelidagi kuleri bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu kuler o'zgacha va nafis dizaynda ishlangan bo'lib, har qanday ofis va uylar uchun mos tushadi. Past shovqinda ishlashi tufayli sizga noqulaylik tug'dirmaydi. Kulerning eng qulaylik beradigan tomoni bu 3 xil haroratdagi suvni berishidir. Ya'ni choy va kofe ichishni sevadiganlar uchun issiq, jaziramada rohat beradigan sovuq va iliq haroratdagi suvni bir zumda sizga taqdim etadi. Kulerimiz suvni kerakli darajada isitib yoki sovutib olgach, elektr energiyasini ortiqcha sarf qilmasligi uchun ushbu funksiyalarni o'chirib, kutish rejimiga o'tadi. Eng asosiy xususiyatlaridan biri bu alohida sovutish bo'linmasi ham mavjudligi bo'lib, undan bemalol muzlatgich o'rnida foydalanishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu kuler shunchaki jihoz emas, balki zamonaviy hayot tarzining ajralmas qismiga aylangan texnikadir. U vaqtingizni tejaydi, sog'lig'ingizni mustahkamlaydi va kundalik ishlaringizni yanada qulay qiladi. Volmer, sifat va zamonaviylik uyg'unlashgan texnika.